Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Men sizlarga bugun Telegram kanallarida qanday qilib odam ko'paytirish yo'lini o'rgatib o'taman do'stlar. Endi boshladik. Bizga o'zimizni gruppamiz bo'ladi, kanal emas. Gruppamizni faol gruppamizni ulashimiz kerak. Bizga mana misol uchun menga o'zimning kanalim, gruppam ulamoqchiman mana. Administrator bo'limiga kiramiz do'stlar. Administrator qo'yishga botga mana juda foydali bot mana do'stlar. Shuni qo'shib olamiz. Bu yerga hamma plichkasini yopib qo'yishimiz kerak. Galishlar hammasini yopib keyin ishlaydi bu botimiz. Ana administrator bo'ldi. Endi past kanalga ulamoqchi. Men misol uchun kanalim bunga ham kirib administrator bo'limiga o'tamiz. Bu yerga ham qo'shamiz mana. Bu yerga xuddi hozirgi bot qo'shamiz. Juda foydali bot mana. Shuni qo'shamiz. Bunda ham ikkov galishlarni yopib qo'yishimiz kerak masalan. Ana endi hozir qo'shgan gruppamizga kirib yozamiz. Bu yerga kanal deb kanalimiz nomini yozamiz. Misol uchun men qora xakerlar shu kanal ulamoqchiman. Shunday qilib yozib tashlayman. Mana do'stlar menga bot yozdi. Guruh a'zolari kanalga a'zo bo'lmaguncha yozmaydi deyapti do'stlar. Bo'lish shart deyapti. Ana endi ko'ramiz. A'zo bo'lgan ekanman. Ketib turib yozib ko'ramiz mana. Yozamiz salom. Mana do'stlar yozdirmaydi. Bot hech qanaqa maqlash yozdirmaydi gruppaga. Bu kanal ulanmaguncha nima qilamiz? Yana yozib ko'ramiz. Salom. Mana bu yerda bot yozdi. Qachonki bu kanalimiz ulanmaguncha kanalni kirib mana obuna bo'lamiz. Mana endi yozib ko'ramiz. Salom hammaga. Mana endi yozdi mana. Hech qanaqa bo'lmadi. O'zi gruppangizdan qachongacha mana a'zo bo'lmaguncha kanalingizga hech kimni yozdirmaydi bu do'stlar. Shunday qilib kanalimizga odam ko'paytirib olsak bo'ladi do'stlar. Shunday qilib odam ko'paytirish yo'li do'stlar. Mana do'stlar odamimiz nima topdi. Do'stlar buni qanday qilib keyingi safar bu gruppamizni o'zini odamini ham, mana gruppamiz o'zini odamini ham qanday qilib ko'paytirishni yoki gruppadan gruppaga odam o'g'irlashni o'rgatib o'taman do'stlar. Bizda kanal Telegramdagi kanalimiz mana qora xakerlar kanali. YouTube'da ham qora xakerlar Bek bola bloger kanali bo'ladi do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Sizlarga bundan zo'r videolar chiqarishga harakat qilaman do'stlar.